Do'stlar, juda muhim narsani yetkazib qo'ymoqchiman sizlarga. Qarang. Agar sizlarni ichki ishlarga chaqirsa suhbatga yoki operlar suhbatga chaqiradigan bo'lsa, telefoningizni, ya'ni ichida Telegram bor, boshqa telefoningizni hech qachon ularga bermang. Eng yaxshi varianti telefoningizni uyda qoldirib, Telegramga kirmaydigan oddiy haligi ligushka telefonlarni ishlatib turib boring. Agar so'raydigan bo'ladigan bo'lsa, hech qanaqa vaziyatda ham bermaslikka harakat qiling. Shunaqa holat bo'lgan. Operga suhbatga borgan, Rossiyadan demak, deport bo'lib kelgan va operlar chaqirgan. Suhbat davomida telefonini ochib bergan, telefonini ochib bergan, Telegramga kirgan. Telegram ichidan u hech qachon ko'rmagan qaysidir guruhga kirib, kanalmi, ichidan bitta nashidani qidirib topib, shu nashidani olib endi ekspertiza jo'natib hozir kutishayotgan ekan. Agar ichki ishlarga chaqiradigan bo'lsa, opera chaqiradigan bo'lsa, bo'ldi, bermang telefoningizni uyga tashlab boring. Agar telefoningiz so'rasa, qonuniy qilib tergovchi agar qanaqandir sizga nisbatan qaror chiqargan bo'lsa, o'shandagina protokol bilan berishni o'rganinglar. Shuni qilinglar, maksimum tarqatinglar do'stinglarga.